Xonimlar va janoblar. Aytishadi-ku. Agar inson biron nimani chin qalbdan niyat qilsa, butun koinot uni shunga yetishtirish payida bo'ladi deb. Bugun sizlar meni orzuyimga yetishtirdinglar. Rahmat. Katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga eksklyuzivniy xonadonlardan birini obzoriga kelganmiz. Lokatsiyamizni bitta tushundinglar a? Sizlarga aytishni kerak yo'q, lekin men eslatib o'taman. To'g'rimizda Toshkent City. O'ng tarafimiz xalqlar do'stligi. Atmosferani qarang, haqiqiy borku London, Dubay. Xohlagan shaharingizni degan bo'ladi, chunki juda ham chiroyli xonadonimiz obzoriga kelganmiz. Yutavrda joylashgan bu xonadonimiz 126 kvadrat, 3 xonadan iborat. Qani yuringlar uyda bitta ko'rib chiqamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizga mana shu uyni yuborib qo'ying. Albatta sizga ham, menga ham, hammamizga, bizni kuzatib turganlarga eng kamida shunaqa xonadonlarni tilab qolaman. Qani yuringlar. Mana uyimizni ichkari qismiga ham kirib oldik do'stlar. Ko'rib turibsizlar, juda ham eksklyuzivniy xonadon deganimning sababi bu xonadonimizni har bitta, hatto mana shu mebeldan stol detallar hammasi aynan pod zakaz olib keltirilgan. Hammasi eng chet elda narsalar ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Bu yoqda 6 talik stol-stullar, mana mehmonxonaning o'rnida bemalol foydalanasiz. Bu yoqda yumshoq mebellarimiz bor, plazma televizorlarimiz, jurnalniy stullarimiz, va ko'rib turibsizlar, mana bu yoqda dekorni qilib, mana bunaqa chiroyli qilib biralarimizni joylashtirib qo'yilgan komodlari bor, hurmatli obunachilar. Endi oshxona qismimiz studiya formatida bo'lganda, oshxona qismimizni mana bu ko'rib turganinglar bor-ku, naturalniy toshdan qilingan. Bu yoqda esa juda ham chiroyli mana shu xonadonimizga fayz bag'ishlab turgan chiroyligina lustralarimiz va endi oshxona qismimizni bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganinglardek hamma joyimiz panorama oyna, aylanasiga balkon, hurmatli obunachilar, va pardalarimiz hammasi pult orqali yopiladi, ochiladi. Bu yoqda esa bizni xolodilnikimiz joylashgan, marhamat ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda posuda moykalarimiz joylashgan, bu yoqda mana moykalarimiz joylashgan, bu yoqda gaz plitalarimiz, bu yoqda duxovkalarimiz, mikrovolnovkalarimiz hammasi firmasi Franke firmasidan qo'yilgan bu xonadonimizda va kuxinniy mebellarimiz krashinni qilingan. Oshxona qismimiz, ya'ni zal qismimizni ko'rdinglar, juda ham fayzli. Endi sizlar bilan spalni qismimizni ko'rsatib o'taman. Qani kelinglar. Spalni qismimiz bu kattalar spalnisi, ko'rishinglar mumkin. Mazza qilib yashaydigan xonadonda eng yaqin insoningizga yana takrorlayman, bu xonadonimizni yuborib qo'yishingiz mumkin. Bunaqa uylar kamdan kam sotuvga chiqadi, shuning uchun sizlarga shoshilib qolishlarini tilab qolaman. Bu yoqda esa mana komodlarimiz bor ayollarimiz uchun, bu yoqda svetilniklarimiz bor. Mana bu narsa zaryadkaga shunday telefoningizni qo'ysangiz, o'zi shunday zaryad olaveradi, hurmatli obunachilar. Va bu yoqda ko'rib turganinglardek katta plazma televizorlarimiz, o'zining bu yoqda komodlari, suvenirlarimiz joylashgan. Ikkita tarafimizda shkoflari bor, ko'rib turganinglardek eng sifatli materiallardan qilingan krashinni qilib, va bu xonadonimizni, ya'ni bu xonamizni o'zini bu yoqda sanuzel qismi joylashgan, mana dushovoy qilingan. Mana buni qarang, rakovinadagi suvni chiqishini. Xuddan ataydan sanatoriyalarda shunaqa qilib qo'yishadi, undan ham a'lo darajadagi bu xonadonimizda. Xo'p, yana bitta narsa, mana buni ko'rsatib o'tmoqchiman, kelinglar. Mana kulchatirlarimizdan boshqa xonadonda ko'rganmisizlar yo'qmi? Shuni kommentariyada yozib ketinglar, mana qaranglar. Umuman boshqa hamma narsasi umuman boshqa narsa ishlatilgan. Bu yoqda esa dekorniy mahsulotlarimiz qo'yilgan va krashinni qilingan, hurmatli obunachilar. Mana biralarimizni qarang. Mana dekorniy mahsulotlarimizni qarang. Aytayapman-ku, hamma narsasi eng sifatli. Eshiklarimiz shpondan qilingan va juda ham chiroyli proyekt asosida qilingan, hurmatli obunachilar. Kartinkalarimiz ham eng sifatlilari qo'yilgan. Bu yoq bizning kiroj qismimiz. Bu yoqda esa stroyniy shkaflarimiz va bu yoqda yana bitta sanuzelimiz bor. Marhamat ko'rishinglar mumkin. Sushilkalari, stiralkalari, dushovoy, xullas hamma narsamiz ideal darajada. Kelinglar. Bolalar yotoqxonasini ham ko'rishinglar mumkin. Farzandlarimizga ta'mirdan chiqarib qo'yishgan, ko'rishinglar mumkin. Ikkita divana va dekorniy mahsulotlarimiz va gullarimiz. Bu yoqda mana dars qilib o'tirishlari, kompyuterlarni qo'yib foydalanishlari uchun joylar. Bu yoqda televizorniy zonamiz va bu qarayman, bu shkofimizni shunaqangi o'ylashganki, mana shuni ochsangiz, ichi sveti yonadi, mana yopsangiz o'sha yopiladi, hurmatli obunachilar. Xo'p. Aytib o'tdik, 3 xona 126 kvadrat Yutavrda joylashgan 18-etajdagi xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, albatta opsiyaniyamizda hamda Telegram kanalimizga kirsanglar, yanada to'liq ma'lumot berib o'ramiz. Sizlar bilan Muhibulomad Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.